Assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy muxlislar, xudo xolasa sizlarga bugungi videolarimizda bunaqangi ajoyib dekorativniy turetskiy pechkalarimizni xudo xolasa yopilish jarayonlari, ular narx-navosi hammasi to'g'risida ishlab chiqarayotgan joyidan ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa kanaldan uzoqlashmay tursalar, xudo xolasa ishlab chiqarish jarayonlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Qancha joyda isitadi, ular haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Endi yaqinroq kelamiz akalar. Qaranglar. Mana narsa gradus o'lchaydigan asbob. Mana qo'lima gradusini 23 gradus ko'rsatyapti. Endi pechkaga qo'yamiz. Necha gradus berar ekan qaranglar. Mana yaqinroq ko'rsatamiz. 238 gradus. Issiqligi 238 gradus. Mana aynaga turibdi. Sinmaydigan aynadan foydalanilgan. Uyga qo'ysalar ham juda ham dekorativniy holatda turadi. Endi eng oxirgi chiqib ketayotgan nuqtasini bitta o'lchab ko'ramiz. Eng oxirgi chiqib ketayotgan joyida ham mana qaranglar. 150 gradusga yaqin turibdi. 146 gradus juda ham issiqligi. Bu xudo xolasa 60 kvadratli joylarda bemalol isitishga mo'ljallangan pechka. 60 kvadrat, undan ortiq, misol kamroq bo'lishi mumkin. Uylaringiz, xonadoningiz bitta uyda bemalol juda ham issiq qilib, hammom darajada olib chiqib bersa bo'ladi. Endi buni yoqish jarayonlarida nima yoqamiz deganlarga mana ikkita ko'rsatib, o'tindan chiqadigan aratofonlar bo'ladi. Shularni mana bunaqangi granula holatida shakllantirib turib, buni o'zi maxsus joylar bor, buni sotadi. Buni narsasi O'zbekistonda bor. Xudo xolasa, bemalol bu pechkadan olganlaringdan keyin ham bunda hali yoqilg'isini topalamizmi, ertaga o'ylanmaysizlar, bemalol topsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa, o'zimizga chiqsalar aloqaga hammasini topib berishga imkoniyat, sharoitlarimiz bor. Endi bu granulani mana yerda o'sha ligirovka qiladigani bu ko'proq tushishini yo kamroq tushishini ligirovka qilishga mo'ljallangan narsa bunisi. Endi pastdagisi mana shu olovda past yonishi yoki baland yonishini mana havosini qaranglar, yopiladi, ochiladi. Yonayotgan olov pastroq yonadi, yo'qsa o'shani ligirovka qilish imkoniyati bor. Uning tagida bunaqangi kullonlari bor. Kullonlarda o'sha tushgan kuli, mana shu kullon o'zi yig'ilib boraveradi. To'planganini olib turib to'kib olsalar ham bo'ladi. Ana yonishlarini bitta ko'rsalar, hozir granularni ponni bekitib qo'yganimizda ham ancha muddat yonib turibdi. Hozir где-то bir kelganimizga 15 yarim soat bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri yonib turibdi. Granular ponni yoqib qo'yganmiz. Mana shu holatda yonishlari juda uyga dekorativniy ko'rinish beradi. Xo'p, bularimizni narxlari xudo xolasa 2.400.000 so'mdan narx chiqarib qo'yganmiz. Aloqaga chiqsalar, xudo xolasa joyli qilib narxlarni kelishtirib qo'yib beramiz. Buni dastavka masalalari shu Farg'ona, Marg'ilon shahri ichiga dastavkasi ponni besplatni yetkazib beramiz. Vodiy ichiga 100.000 so'mga vodiy ichiga yetkazib beramiz. Undan tashqari qolgan viloyatlarga kelishilgan holda chiqarib berish imkoniyatlari bor. Mana yana bitta ko'rsatib. Eng yonayotgan joyda mana 120 gradus turibdi. Bundan ham qizib ishlashi mumkin. Mana bu yerda stakalarimiz ishlashyapti. Xudo xolasa shu pechkani hamma yo'q lazerli stanoylardan orqada lazerli stanoylar chiqqan, lazerli stanoylar chiqarishadi. Bu yerda mana chiqib ketadigan zakazlar, hammasi chiqib ketadigan zakazlar. Xudo xolasa aloqaga chiqsalar, chiroyli qilib, balkim sizga kraskasiz ham bo'lishi mumkin. Kraskasiz sanay, kraskasiz ham qilib berish imkoniyatlari bor. Kraskasizga uncha razza qilmaydi. 100.000 so'm razza qiladi. Lekin kraskali olganlar yaxshi, o'zi ham ko'rinishini ham chiroyli turadi. Maza qilib ishlatasizlar, xudo xolasa. Mana bu yerda o'zi lazerli stanoyda lazerda chiqarishadi. Xo'p, qadrdonlar, bundan tashqari ekonom pechka so'raganlarga ekonom pechkalar ham chiqadi. Agar kimga bunaqa pechka, ekonom pechka so'rasalar, ekonom pechkalar qilib berish imkoniyatlari ham bor. Agar kimga shunaqa pechkalar zarur bo'lsa, pastda raqamlar qolganlar aloqaga chiqadi. Chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalar uyida issiqlik bo'lsin.